Arman. Voy, nima bo'ldi? Ish qoldimi? Men bulmoqchi o'xshaydi, kendim kirib oldi eshikisi. Ashla shumi? Shular qara. Kunduz bulmoqchi o'xshaydi meni er-ayol bulanchilar. Endi oshkorlamdiq. Oshkorlar. To'xtang. Hay, sizga gap qilyapman. Do'kondan oshpazdan go'rchini olib chiqqandim, qarsam bo'shgan ekan, kirib oldi. O'ylab baqsam qat'iy normal emas. Aka, nima qildingiz bu kunduzda? Ha? Bu qizingizdagi odam tursa bu. Qamlashmagan. Xafa bo'lmang ukam. Men o qizni bag'rimga bir besib olay degan. Hey, nimasiz qara? Nima deyapsa? Ha? Mush yashingda mush bir qizingizdagi odamga mush taqsam bo'lamda? Bo'ldi qiling. O'zingizni besib eling. Bu odam sizning toyig'ingizni ko'tarolmaydi. Nima? Bu ishkimlar bir kasbdan emasmi? Men doktor. Burun ayolingizni operatsiya qilgan. Bu odamga yordamlashib, doktorxonada qoldirgan adres bo'yicha ayolingizni izlab kelgandik. Shumi emasmi jazm qilinmay, uqishmaslik kelib chiqdi. Men faqat uningga yordam qilib keldim. Bo'ldi aka. Bu ayolning eri borligini ko'rdingiz. Biz qaytaylik. Yo'q. Men uni bir bag'rimga besib olmoqchi hargiz ketmayman. Hey, siz xotir qani bilamsa yo'qmi? Bo'ldi qilar. Uning bilan qarimiz bo'lmasin. Biz ketaylik. To'xtanglar. Qizim, siz bultur dal shu vaqtda yurak operatsiyasi qildirgan-ku deyman. Sizga almashtirilgani dal bu buvayning qizining yuragi edi. Qizchaq hodisiga uchrab, ahvoli og'ir ekan deb diagnoz qo'yildi. Qizchaqning oil tavobati kelib bo'g'icha, qizchaq butun a'zolarini iyona qilib etishga qo'shilib bo'lgan edi. Bugun qizimning tug'ilgan kuni, ham ko'z yumgan kuni. Shunga qizimning yurak so'qishini anglab olay deb yiroq bir shahardan mushaga keldim qizim. Kechiring tag'a. Men oqqarini surishtirmayman sizni. Xato ayblab qo'yibman. Hech qisi yo'q qizim. Dada, siz bugundan boshlab mening dadam bo'ldingiz. Men cho'qim qizingizni o'rnini olingizdan yaxshi xabar olman dada. Rahmat qizim. Rahmat. Aras, men oshpazdan gurchidan olgandim. Oshpazdan gurchiga oshpaz ketmaydi deb siz polo ustida bo'lgankin, savz qirpasdan polo yetib beramsiz? Hamma qilay, ashuna qilay. Rahmat bolalarım. Biroq hozir qizimning opasining ahvoli faqatli yaxshi emas. Men qaytib ayolimning holidan xabar olmasam bo'lmaydi. Men qaytay. Tog'a, ams bizga adresingizni qoldiring. Biz berib sizni yo'qlaylik, onamizni yo'qlab kelaylik. Ma'qul. Rahmat qizim. Var edim tarab turar. Dunyoda muhabbat bor deyilsa, u dal ota-onaning farzandiga bo'lgan muhabbat. Turar şadlığım sen kızım.